bilimni tuyg'uga aylantirish degan nima? Hamda bilim deganni hammamiz bilamiz. Ma tuyg'u degan nima? Ganju degan gapda. Tuyg'u deganimiz odamning hissi, tuyg'ulari, odamning hissiyoti bilan munosabatlik. Odamning vujudiga singan mandaq narsalarni biz tuyg'u deymizda. Hamda bilim ma'lum ma'noda aytgan chog'da u saqlab oladigan, o'rganib oladigan, to'playdigan mandaq bir narsa bo'lib kelgan. Bu uzoq vaqtdan beri shundaq. Biz saqlag'uchda cho'sin qiladigan narsaga aylangan. Hamda ma davriga kelgan chog'da hozir qaytadan masalan Yunxu Tiyan deymiz. Tiyan degan gap ta'sirat degan gap. Magzillarga bir mezgil odamlar bormaydi. Hozir yana qaytadan magzillarga boradigan bo'ldi. Demak, ma'lum bir narsani setib olmoqchi bo'lsa, albatta to'rda setib olsimi bo'ladi. Lekin hamma narsani to'rdan setib olaversa, bu yerdagi tiyan degan narsa kam bo'lib qoladi-da. Magzillarga berib, manzillarni ko'rgash, magzillarni ko'rgash, naq maydonda kiyib, naq maydonda ishiltib beqib, mandaq setib olishninki tuyg'usi yana o'xshamaydi. Shunga hozir qaytadan mushu ishni yaxshi qila olgan magzillarninki savdo saroylarining savdosi qaytadan yaxshilanadi. Bu yerdagi bir tiyan degan gap bor. Hamda bu internetning taraqqiy qilishi bilan ranggunjinama idrok texnikasining taraqqiyoti bilan hozir mushu mashina odam bilan odamning farqi mushu bir o'ttirg'i chiqayotgan tem bo'lyapti-da. Mishada odamning tuyg'usi, odamning hissiyoti qaytadan qimmatga ega bo'ladi. Ilgirki vaqtlarda bu tuyg'u, hissiyot degan narsalarni biz nima deb tunuymiz desa, turaqsiz, ishonchsiz. Ishonchsiz deganimiz aql bilan, logika bilan selishtirgan chog'da hissiyot, tuyg'u aqlga qaragan chog'da turaqsizdek. Odam aqlga ishonamiz, bilimga ishonamiz, logikaga ishonamiz. Ammo odamning hissiyoti, tuyg'usi ancha turaqliq emas deb ilmiy maqolalarda hissiyot ishiltish qo'ymaydi. Rasmiy ishlarda hissiyot ishiltish qo'ymaydi deydigan bunday bir ko'z qarash bor. Yaqindan beri buningdan o'zgarish bo'lyapti-da. Men bu vaqtim dars so'zildim. Tuyg'u degan nima? Bilim degan nima? Amaliyotda tiytakdan aytsak, odamning tuyg'usi million yillardan beri mushu tadrijiy taraqqiyot jarayonida nurg'un ishlarni beshidan o'tkazib, tangshilish orqali shakllangan narsa. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Hamda aql degan nima? Ilm fan degan nima? Bu amaliyotda ilm fan deganimiz yaqinqi 500 yillik jarayonda paydo bo'lgan narsa. Yomoni kelsa shu 2000 yillik aqliy tafakkurninki tarixi 2000 yil desak bo'ladi. Ammo tuyg'u degan necha 100 ming yillarda shakllangan. Masalan, biz bir yilonni ko'rsak, chayonni ko'rsak, o'michukni ko'rsak, qo'rqimiz. Bir kichik bola ko'z qo'rqidi, har qanday odam ko'z qo'rqidi. Amaliyotda bu odam bu yilonni, chayonni umrida ko'rib boqmagan yoki bu chayon bu odamni chaqib boqmagan. Lekin odam shuni ko'rsila, shunday narsani ko'rsila qo'rqidi. Nima qo'rqidi desa, bu million yillardan beri shu odamning burunqisidagi nurg'un vaqt ilgirki ajdodlarini chiqib boqqanda. Demak, bu genda bor. Ilgirki vaqtlarda chiqib boqqan bo'lganligi uchun odamning genida, odamning tuyg'usida shu narsa yoshirin ong bo'lib saqlanib qolgan. Demak, tuyg'u. Tuyg'u amaliyotda aqlga qaragan chog'da texmi bak ishonchlik yoki muqim mandaqim bir aloyidligi bor. Chunki odam mush uzoq tarix jarayonida nurg'un xatarlarni beshidan o'tkazib, shuningdan qolib qolgan odamlarning avlodlari bo'lganligimiz uchun nurg'un ishlarda tabiiy holda odam aqlning oldida bir tuyg'u mangadi. Masalan, shir kelsa, biz uni ko'rib, u to'g'riliq aqliy tafakkur qilib bo'lguncha biz tabiiy holda bizning put-qo'limiz qechishga tayyorlanib bo'ldi. Bu chaqda aqliy tafakkurdan o'tmay turib, odamning tuyg'usi oldida harakat qiladi. Demak, mushumi tuyg'u. Tuyg'u amaliyotda texmi unumlik, texmi tez suratda bo'ldi. Hamda bilimni tuyg'uga aylantirish degan nima? Hozir bilim degan gap bor bizda. Maktablarda o'rganib olgan, yodilib olgan, buni to'plab olgan, jug'lab olgan bilimni ko'rsatyapmiz bu yerda. Hamda bundaq to'plab olgan bilimni mashina odam bizdan yaxshi qila oladi. To'plab olgan, hisoblaydigan, takrorlanadigan mandaq bilimni hozir
mashina odam bizni yaxshi qilganligi uchun, sun'iy idrok bizni yaxshi qilganligi uchun, undaq bo'lsa odamning mohiyatlik aloyidligi nima? Odamning mashina odamdan ortiqchiligi nima desa, o'sha yerda tuyg'u degan narsa o'tirg'i chiqadi. Chunki mashina odamda tuyg'u yo'q, hissiyot yo'q. Endi o'sha yerda bilimni tuyg'uga aylantirish deganimiz, uni yuzaki bilim, yodilib olgan bilim emas, u bizning vujudimizga singsin demoqchi.